دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثاني نعرف الدرس كي قسم الدرس السادس والعشرون 26 درس Şimdi bugünkü dersimizdeki asaslık, noktalık grammatika türündeki 5 mezmunga yig'inchoqlanadi. Birinchisi, biz sarf darsliklarida o'rgangan fe'lning 7 qismlari bor emasmi? Sahih, misol, ajvob, naqis, lapib, multavi degandek shundaymi? Mushlarning ichidagi misol qismdagi fe'l, misol qismdagi fe'l degan qanday fe'ldi? Fa'aladagi fa'ning o'tirishida kesalar kelib qolgan shundaymi? Mushundaq fe'lning fa'ning o'tirishida vo kelib qolsa, masalan, vasaba, wada'a deganlarga o'xshash shundaymi? Vasqala yasqiludagi va fa'aladagi fa'ning o'tirishida vo kelib qolsa, fe'l muborak chiqqan vaqtda shu vo qanday qilib tushib ketadi. Masalan, chiqarib boqaylik. Wasaba yasibu. Vona ketdi, tushib ketdi. Wasqala yasilu. Voqni qaya ketdi, tushib ketdi. Wada'a yada'u. Vona ketdi, tushib ketdi. Aniq bilinglar. Misol fillarninki, ya'ni fa'ning o'tirishida kesalar, ya'ni vo kelgan fillarninki vo'si fe'l mudori'da qanday qilib tushib ketadi. Bu ahvol ko'pincha fa'ala yaf'ilu babida bo'ladi. Qolgan bablarda bektirilib ketmaydi. Ammo fa'ala yaf'alu babida bu ancha muncha tepilib qoladi. Masalan, wasaba yasibu qaysi babdan? Fa'ala yaf'ilu babidan. Wasqala yasqilu qaysi babdan? Fa'ala yaf'ilu babidan. Asosli fa'ala yaf'ilu babidan, fa'ala yaf'alu babidan ancha muncha tepilib qoladi. Masalan, wada'a yada'u va o'xshash. Bu birinchi mazmun. Bu biz asosan sarfda o'nib bo'lg'achqa qiynalib ketmaymiz bu tarafda. Ikkinchi mazmun arab tilida har qanday bir ismni kichiklatib bo'ladi. Shaklni kichiklatib, ma'nosini masalan qanday qilib kichiklaydi. Endi shuni 3 harfli ismlarni kichiklatgan vaqtimizda fu'ail o'lchamiga kichiklanadi. Masalan, rajul, bir odam degan gap shundaymi? Rujayl kichik odam degan gap. Chunki rajulning kichigi nima bo'ladi? Kichik odam bo'ladi shundaymi? Kalb, nima? Isht. Shundaqo it. Buni kichiklatsak, kulayb. Fu'ail o'lchimida nima bo'ldi? Kichik degan bo'ldi. Mushkilan nima deydi? Hirra. Ammo shuni kichiklatsak nima bo'ldi? Hurayra. Ya'ni kichik arslan degan ma'noda. Buni mushuni o'qish kichiklatilishi bo'ldi. Ard yarashar shundaymi? Urayda kichikya, kichiklatilgan. Mana bu shakl bo'yicha fu'ail o'lchimida bilib olsak, o'shalarning ismlarini qanday qilishda kichiklatishda xatolashmaymiz. Uchinchi mazmun biz o'rgangan fe'llarning 7 qismi bor. Shuning ikkinchisi qaysi? Mudaaf. Mudaaf deganimiz tarkibida o'xshash ishkarib kelib, ikkisini bir-biriga kirgizib o'tib, qanday qilgan tashdidlik kelgan fe'llar shundaymi? Mushu fe'llarning ismi tafsil shakli qanday chiqadi biz albatta o'rganib bo'lgan-ku. Ya'ni farra yafirrudun afarru. Qalla yaqilludun nima? Aqallu degandek oxirisiga ishkarib qanday qiladi? Tashdidlik qiladi. Mushuni tushunib olsak bo'ladi. To'rtinchi mazmun ham Uyg'ur tilida mana u yoki u mana masalan bir narsa izlab olgan vaqtda topolmasa bizni kirib qolib shundaymi? Nima deymiz? Mana bu turadi yoki mana u yoki u mana degandek bir gaplarimiz bor shundaymi? Mana arab tilida erlik va ayollikqa ikki xil ifodalaydi. Erlikka ha huwa za. Am bu yerdagi ha deganimiz ogohlantirish harfi. Mana degandek, huwa deganimiz u degan gap, za degan gap hazadagi za. Hazadagi za. Mana u bu yerda turadi degan gap. Ayollik olib qolsa, ha o'zgarmaydi, keyindagi huwa bilan za o'zgaradi. Huvaning ayolligi nima? Ya. Hazaning ayolligi nima? Hazihi shundami? Nog'anda ha hiya zi. Ayollarga ha huwa zi deb ishlatiladi. Buni bilib olsak. 5-chi mazmun birilgan nuqta
shariflik, ya'ni sulasi mujarrad fillarning masdarining muqim o'lchami yo'q. Endi biz yangi o'rganganlarga oson bo'lsin deb hammanikini fa'lun chiqardik-ku, endi hammasi undan chiqavermaydi. Masalan, zahabadan nima chiqadi? Zihabun, xarajadan xuruj, shundami? Daxaladan nima? Duxul degandek har xil masdar chiqadi. Masalan, farradan firar, vasabadan wasbah degandek. Mushundoqni o'zimizni bilib olsak bo'ldi. Ana shariflik fillarningki hammaning masdari muqim chiqadi deb qanday qilmayli, o'ylab qolmayli. Muqim emas, ham muqim o'lchimi yo'q. Kitoblarda arablarning ig'izda qanday kelsa, ha, mushu masdar ekan deb tushunib kelsak bo'laveradi. Ammo sulasi mujarraddan boshqa fillarning bormi yo'qmi? Bor. Masalan, af'ala yuf'iluniki nima? If'alun. Fa'ala yufa'ilun shu taf'ilun. Tafa'ala yatafa'aluniki tafa'ul. Tafa'ala yatafa'aluniki tafa'ul. Shundami? Mush buni chiqarsak bo'ladi. Darsga qisqacha grammatik mazmunlar tushunishib qo'ygan bo'lsa, sizlarga so'zliklarni o'qib tarjima qilay. Al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Ajnabiyyun, mahfazatun, naqdun, nuqudun, khata'un, akhta'u, iyabun, az-zahabu, qursun, aqrasun, tadhkiratun, tadhakir, kilogram, kilogramat, unsa, inathun, zakarun, dhukurun, bintizamin, wajaba yajibu, araja ya'ruju, bala'a yabla'u. Ajnabiyyun, chet ellik. Ana bu odam ishlatilgan chet ellik odam deb kelsa, boshqa narsalar ishlatilgan chet elning narsasi degan ma'no ifoda. Masalan, kitobun ajnabiy desa, chet el tilidagi nima? Kitob degandek ma'noni ifodalaydi. Va xos odamga ham xos emas. Mahfazatun, portmol. Kichik pul so'mkasi. Naqdun, pul. Nuqud uning nimalari ko'pligi. Haydaydigan pul bor, o'sha pul. Xatoun, xato yoki xatolik degan ma'noda. Xato yoki xatolik. Axto uning ko'pligi. Iyabun, qaytish. Masalan, berib kelish deymiz-ku. Mana ariflarning berib kelish bilati degandek asadagi kelishini qaytish iyabun. Zahabun, berish. Qursun, darsga ma'nosi tablidka. Tablidka, dorining yumaloq tablidkasi bor-ku, shu. Ammo o'zining ma'nosi, yezlaringlar yumaloq narsaning har qanday qurus bo'ladi. Masalan, kichik tangalarmi qurus. Undan keyin kompyuterning disklari bor, shundaymi? Umunimi qurus. Yumaloq narsalarning hammasi qurus bo'ladi. Aqras ko'pligi. Tazkiratun bilet. Tazakir ko'pligi. Kilogramun kilogram. Kilogramat uning ko'pligi. Unsa ayol, qiz, lekin ayollik jinsidagi kishi degan ma'no ifodalaydi. Inasun ko'pligi. Zakarun o'g'il, lekin shu masalan erkak kishi degandagi erkakni ifodalaydi. Zukur ko'pligi. Bintizamin, asli balkamisa intizom ra'lik intizomlik degan ma'no. Ba'lan intizomlik deb nimaga aylandi? Sifatga aylanadi. Tartib bilan, intizom bilan, tartiblik holda degandek sifat yoki holatlarga. Vajaba yajibu, vajaba asli zurur bo'ldi, zurur bo'ludi. Lug'at ma'nosi. Diniy, shar'iy ma'nosi vojib bo'ldi, vojib bo'ludi degan ma'noda. Lekin fillarning oldiga kelib yajibu an azhab ila suq desa, men bozorga borishim kerak. Kerak, lozim degan ma'nosimi bor.
Araca ya'ruju o'rlidi, o'rlavatıdı. Masalan, tutunning osmonga o'rligini shundami? Ariflarning nega o'rligini, osmonga o'rligini. Bala'a yabla'u yutdi, yutuvatıdı. Ana galdın yutuş ha, bir narsani. Galdın yutuş. Sözlükler tushunishib bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. الدرس السادس والعشرون. يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك، ولكننا لا نجده في المكتبة. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من جميع أنحاء العالم. يدخل أحمد: يا فضيلة الشيخ، أنا لا أجد محفظتي، أفيها نقود كثيرة؟ نعم، فيها 300 ريالا. أين وضعتها؟ وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير، يجب أن تضعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا أخوان؟ لا، لم نجدها يا شيخ. ها هي ذي يا أستاذ، إنها تحت كرسيه، خذها وضعها في جيبك. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس: قف يا وليد، أين تريد أن تذهب؟ يا فضيلة الشيخ، أرجو أن تسمح لي بالذهاب، لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. متى يصل إلى هنا؟ تصل الطائرة من جدة الساعة 1. متى وصل أبوك إلى جدة؟ وصل البارحة. اذهب بسرعة، بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع، أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي إن شاء الله، سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. هذا ترجمة قلمز ilgirki grammatikalarni bir qadar aslab ma'amiz. Ya fadilat shayx, hurmatli shayx. Amada fadila muzab, shayx muzab ilayga ya chaqir qarab shundami? Muzab ilayning oldiga chaqir qarab kirsa, muzab nima qiladi? Zavar. Shunga ya fadilat shayx deb zavar qo'yamiz. Nuridu an nashtari hada al-mu'jam alladhi ma'aka. Amadagi allazini biz davomli deb qilayotgan degitiki g'anqan gankan degandek ma'nolar tarjima qilamiz shundami? Andikan nuriduning keynidan kelgan fe'l mudori an bilan birlikasi mastarga aylanib, mastar ma'no tarjima qildik-ku. Biz siz bilanki bu lug'atni setib olmoqchi edik, setib olishni o'ylashgan, setib olishni xohlaymiz. Walakinnana biroq biz la najiduhu fil maktabat, uni kutubxonalarda topolmayotimiz. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. يعني التي ندقتنا أورندا معجم أرلك وقت الذي كلده، أما أورندا المكتبة يلقى وقت قنم كلده التي سلاؤني مسجدنا أولدكي çoğun kütüphaneden tapalayısıyla تجدونه. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة صحفا من جميع أنحاء العالم. سلابو كتبخاندا عربچا و chet el tildagi lug'atlarni, xilma-xil davlatlardan kelgan Qur'onlarni va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan gazitlarni topalaysizlar. Yerda tajiduna fil va fa'il shundami? Fiha maf'ulun bih yana zarf. Ma'ajima arabiyya qolganlarning hammasini to'ldiruvchi maf'ulun bih. Shunga ma'ajima masahifa suhufan deb nima qotdi? Zarf qiladi. Mushahada diqqat qilgan bir nuqta, ma'ajima masahifa qo'sh zarf qilmay taqzor qilib turg'u, chunki bu g'ayri munsirif. Endi g'ayri munsirifning yana bir turi oldin uchrab qoldi. Bu turi nima desangmi? Ko'plik ismlarningki alifdan keyin ikki harf harakatlik kelib qolganlari. Masalan, ma'ajima. Ma'a deb alifdan keyin jim bilan mim harakatlik keldi shundami? Masahifa deb alifdan keyin ha bilan fa harakatlik keldi-ku. Mushlar g'ayri munsirif bo'ladi. G'ayri munsirifning hukmi nima edi? Qo'sh o'qilmaydi, zir o'qildigan o'rinlarda zir qo'ladi. Alif lam kirmaydi, shundaqmi? Ahmad kiryapti. Ya fadilata shayx, ana la ajidu mahfazati. Hurmatli shayx, men
qopchiqimni, ya'ni pul qopchiqimni topolmayapman, ya'ni portmolimni demakchi. Afiha nuqudun kathira. Uningda ko'p pul bormidi? Endi mishada bor degan gapni chiqib desanglar, jumla kelib xabar jori majrurlik xabar, zariflik xabar. Masalan, laka yoki li shundami, fiha yoki fiddar, fil fasl degandek, o'rin ravishni bildiradigan yoki vaqt ravishni bildiradigan ravishlar jori majrur kelgan, oldi qo'shimchalar qo'shilgan ismlar jumlada mubzaning oldi o'tib olsa, bu yerda nima deb tarjima qildik? Ba deb tarjima qilamiz. Naam, fiha 300 riyal. Majumulda shundoq. Uningda 300 riyal bor edi. Fiha deki fiha jar majrur zarf oldi kelgachga shundami? Nima deb tarjima qildik? Bor deb tarjima qildik. Ayna wada'taha? Nada qo'ygandim? Wada'tuha ala al-maktab huna. Ma uni bu yerdan ustalning ustida qo'ygan. Quyib suv ichish uchun chiqib ketgan. Li ashrabal ma'a li. Biz o'tgan bir dars so'zlagan. Fe'l mudorining oldiga lam kelsa, keyindagi fe'l nimaga o'zgaraydi? Masdarga o'zgaraydi. Shundaymi? Undan keyin fe'lning oxirida nima qildi? Zavar. Li ashraba, ya'ni suv ichish uchun deb fe'l shaklida emas, masdar shaklida tarjima qilyapmiz. Lima wada'taha ala al-maktab. Nimishqa uni ustol ustida qo'ygandim? Hada xatoun kabir. Bu cho'ng xatolik. Yajibu an tada'aha fi jaybik. Amerika yajibuni biz bayatdan so'zlaganga vaqtda o'rgangan shundaymi? Qilish kerak, etish kerak. Andaki yajibudan keyin fe'l mudori kelib anlan bilgansa shu anlan kelgan fe'l mudori nimaga aylanadi? Masdarga aylanadi. Masdarga aylanib shu fe'lning oxirida zavar qiladi. Shu o'qigan vaqtimizda yajibu an tada'aha. Ayn zor qildi-ku. Shu tarjima qilgan vaqtimda uni yanchiqingda qo'yishing kerak edi yoki yanchiqingizda qo'yishingiz kerak. Kerak deb tarjima qilamiz. Bu bir. Yana bir ahvol yada'a, ya'ni tada'a degan wada'a yada'udan chiqishadimi? Wada'a qanday fe'l? Misol fe'l. Oldida nima keldi? Vo keldi. Fe'l mudorisi vo qanday ketdi? Tushib ketdi. Wada'a yada'u deb vo tushib ketdi. Awajada ahad mihfazatahu ya ikhwan. Qarindoshlar, uning qopchiqini biror kishi tepib oldimi yoki birarsa tepib oldimi? La, lam najid haya shayx. Ya, topamudi quni shayx. Bu yerda lam kelimada najidning oxirisida nima qildi? Sakin o'qildi. Ha hiya ya ustaz. Ustaz u mana. Anadagi ha hiya degani mihfaza degan nima bo'lg'achqa, ayollik bo'lg'achqa, hiya ayollik, zimi nima keladi? Ayollik. Agar aylik bo'lmasa qanday keladi? Ha huwa za keladi shundami? Ayollik bo'lg'achqa ha hiya zi keladi. Innaha tahta kursi. Bu uningki o'rindig'ining ostida ekan. Khuzha wa da'ha fi jaybik. Uni elib yanchiqingga sal. Wada'a yada'udan chiqqan nima? Da'. Endi mishak vaqtda mush ikki buyruq bilan qarab baqaylik. Xuz degan nimadan chiqarilgan? Ahaza ya'khuzdan shundami? Da degan nimadan chiqarilgan? Wada'a yada'udan. Har ikkisi nima? Misol. Ahazada fa'ning udurusida alif kelgan, wada'ad nima kelgan? Vo kelgan. Misol fillarning buyruq kelisi beshidagi harfdan xoli asosda xuz da degandek chiqar ekan, ha? Yaqum Yahya va yasiru nahval mudarris. Yahya o'rnidan turib, o'qitish tarafga azroq mangadu. Yasir mangadu. Qit ya Ulayd, hay balakam, to'xta. Amadagi Ulayd degani valadning kichikiltirilmasi. Bayatni so'zlagandek, ha? Rajul rujayl o'gandek valad nima? Ulayd. Valad degan balo bo'lsa, Ulayd desa balakam, kichik balam degandek ma'noda. Ya'ni akilatgan gap. Ayn turidu an tazhab, nagba maqchi. Ayna turidu an tazhab, nagba maqchi. يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. حرمت لك شيخ من سيزنن مانا ketishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Arju umid qilaman. Men degan gap chiqadi. An tasmaha ruxsat qilishingizni, tasmaha ishkin shaxsga ruxsat qilishingizni ankagachga oxir zor qildan masdarga o'zgardi ma'nosi. Ruxsat qilishingizni kimga? Li manga nimishqa bizdihab. Ketishga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Chunki dadam bugun Madina Munawvaraga keladi. Mata yasilu ila huna. Bu yerga qancha yetib keladi? Yasilu wasqala yasiludan chiqqan. Wasqaladagi vo qanday ketdi, tushib ketdi, ha. Tasilu at-tayara min Judda fi sa'atin wahida. Juddadan ayrılan saat 1'de yetib keladi. Wasqala yasiludan chiqqan tasilu, yana vo tushib ketdi, ha. Mata wasala bu kayla Judda. Juddiga dadangiz Juddiga qachon qaytib kelgan? Wasalal bariha. Tunigun kech qaytib kelgan. Idhab bi sur'a, tizba.
Baqiya nisfu soat au aqal. Yarim soat yoki ozroq qoldi. Amerika aqal degani qalla yaqilludan chiqarilgan, xuddi farra yafirrudan chiqarilgandek ismi tafzil nima? Aqallu, ya'ni afarru jumla. Biz bayatni so'zlagan qoida shu. Muzoaf fe'llardan ismi tafzil chiqarsa oxirgi ish harfi nima keladi? Tashdidlik keladi. Isma, angla. Arju an ta'tiya bi abika ila bayti. Sening dadangni uyimga ep kelishingni umid qilaman. Ya'niki an ta'tiya anlan kelib ta'tiya masdariga o'zgarib oxir zari qildi, arjuning to'ldiruvchisi bo'ldi. İnşallah sa'atika bihi gadan ba'da salat al-asr. Allah xolisa shu dadamni sizning qishingizga ati asrdan keyin ep kelaman. Ya'niki sen nimani ifodalaydi? Kelgusi zamonni ifodalaydi. Tushunishib bo'ldi deyman. Darsning dialog qismi tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashq kelaylik. تمارين كنكمله التمرين الأول برنج كنكمة هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء ولا فاسي كسلها كتبوغان فيلنن مثالları فاسي كسلها كتبوغان فيلنن مثالları يعني مثال فيلنن نملere مثالları demekçi. Mesela وجد وصل وزن وعد وضع وهب وجب وقف deganlar. Bizga buni alohida eskartishi Muşularninki fiil mudari kelgan vaqtda shu beshidagi vo qanday ketadi, tushib ketadi. Masalan, wajada yajidu, wasala yasqilu, wazana yazinu degandek. Ikkinchi kunukma misollarni o'ylanib biqing va tuandagi fiillarning mudari'ini yozing. Masalan, wajadaniki yajidu chiqdi degan shunda, ammo asli o'lcham bo'yicha fa'ala yaf'ilu bo'lgandan keyin wajada yajidu chiqish kerak. Vo qanday ketdi, tushib ketdi. Qog'ozlarnikini yozamiz, yozamiz. Waqafaning yaqifu, wazana yazinu, wasqala yasqilu, wajaba yajibu, wa'ada ya'idu, walaja yaliju, wada'a yada'u, wahaba yahabu. Amdi walaja yaliju degan ma'nosi kir degan ma'no. Undan keyin wada'a bilan wahaba fa'ala yaf'ilu babidin emas, fa'ala yaf'alu babidin. Men degan-ku, fa'ala yaf'alu babidin azur ko'p turib qanday qilib qoladi, chiqib qoladi deb shundaymi? Uchinchi mashq تعمل المثال ثم ضع الصوغ الأمر من الأفعال الآتية. مثال نوعي لبقاندين كنت عندك فيلادن buyruq pil chiqaring deydi. Men bayat azroqla tegishib o'tib ketgan. Asli pilni qanday chiqaramiz buyruq pilni desa, biz har qanday buyruq pilni fe'l mudori'ninki ikkinchi shaxsini chiqaramiz. Zahaba yazhabudiki tazhabudni chiqaramiz. Diqqat. Tazhabudni chiqarish uchun oxirida sakin bo'lish muqarrar. Chunki amr deganning oxiri sakin ishlarmi? Undan keyin tazhabudagi ta'ni ab tashlaymiz. Chunki mudori'ning ta'si. Ab tashlagandan keyin tazhabudagi zal nima qoldi? Sakin holat qoldimi? Ana sakin bilan gapni so'zning beshi o'qilolmaydi. Undan keyin oldiga chiqib bir dona hamzani gapiramiz, yengildi. Hamza gapirishda 3-harfga qaraymiz. 3-harf yazhabudagi ha tashi qilgan bo'lsa, tashi qilgan hamza. Agar zir yoki zo'r qilgan bo'lsa, zir qilgan hamza gapiramiz, shundaymi? Yazhabudagi yazha zo'r qilib turib, shu zir qilgan hamza gap izoba gapirib shundaymi? Agar biz tilni harfi mudoriyani tashlagandan keyin qilib qolgan harf sakin bo'lmay harakatli bo'lib qolsa, hamza aklamni akamaymiz. Masalan, ma'noni qarab baxsak, waqafa yaqifun taqifu shundaymi? Ikkinchi shaxs birlik. Taqifun chiqishda bo'lib qolsa, taqifudagi fa'ni qanday qildik? Sakin qildik. O'tugida shundaymi? Taqifdagi tan tashlayotdik. Qop nima? Harakatlik. Undan keyin bu yerda harakatlik bo'lgandan keyin bo'ldi, unga hamza kelish hojat emas. Hojat bo'lmag'achqa qanday qildik? Qif. Undan keyin vazana yazinudagi tazinudan nima? Zin. Wa'ada ya'idudagi ta'idudan nima? Aid. Wahaba yahabudagi tahabdan nima? Hab. Wada'a yada'udagi tada'udun nima? Da. Ana da. Musha buncha chiqarsak bo'ladi. Ammo yaf'alu babini chiqqanlari hab ba'da chiqadi. Yaf'ilu babini chiqqanlari baydani qib id deb chiqadi. Ikkinchisi, tuandikilarni o'qing. O'qing degani tuandagi jumlalarni o'qib, biz bayatning darsida so'zlagan grammatik nuqtalar bor shundami? Shu nuqtalarni markazda aniqlab chiqinglar. Masalan, mata tasilut tayra min baris. Parijdan ariflan qachon keladi? Tasqilu va sala yasiludan chiqqan tasqilu o'chib ketishundami? Tasqilu fi soat al-10, soat al-11 va nisf soat 11 yerda keladi desa, va sala yasiludan chiqqan tasqilu shu bo'yicha qog'ozlarni bir tahlil qilib chiqsak bo'ladi. 5-chi kunukma. Tuandagi ismlarni, tuandagi kichikiltirilgan ismlarga berilgan misollarni o'ylab toping. Men bayatni degan, har qanday sharafli ismga kichikiltirish to'g'ri kelib qolsa, qanday o'lchamda fu'ayl o'lchamish kichiklanishimi? Qarab boqaylik. Waladning kichikiltirilmasi wulayd, ma'nosi kichik bola degan gap. Jabalning kichikiltirilmasi nima? Jubayl, kichik tog' degan gap. Nahrning o'staqning kichikiltirilmasi nima? Nuhayr, ya'ni kichik o'staq, ya'ni eriq degan gap.
ishning kichikiltirilmasin, kalbning kichikiltirilmasin, kulayib, yana kichik degan gap, shundaymi? Endi sizlarmi shu asosda kichik tuandagi ismlarni kichikiltib taqan 6-mashqda. Rajulni rujayl, qalamni nima qulayim, tiflni tufayl, najmunni nima nujayl. Mush asosda kichiklasak bo'laveradi. 7-tuandagi ism tafzilning misollarini o'yinib taqing. Ism tafzil degani bayatdan agar mudaaf fillat ism tafzil chiqish to'g'ri kelib qolsa, buning oxiriga ish kelib qanday bo'ladi? Tashdidlik keladi. Endi tashdidlik kelishning sharti nima bo'lsa-mu qaranglar. O'xshash ikki harf bir tilda kelib qoldi, ikki harfning o'ttirisida hech nima yo'q. Yaqin bir yerga keldi. Uning ustiga birinchisi sakin bo'lish imkoniyati bo'lsa, qanaqa qilamiz? Idg'om qilib o'tamiz. Masalan, aqallu, ashaddu, ahabbu degandek. Agar ikki harfning o'ttirig'iga bir harfni kirgizish imkoniyati bo'lsa, u vaqtda qanaqa qilsak bo'ldi? Idg'om qilsak bo'ldi. Masalan, aqalluninki sifat mushabbah shakli nima? Qalil deb o'tirg'a fa'il o'smida yo'chigisa shundami? Uni qanaqa qilsak bo'ldi? Idg'om qilsak bo'ldi. Alazzuniki nima? Laziz. Ashadduning nima? Shadid sifat mushabbah shakli. Ahabbuning nima? Habib. Agar ikki harf o'xshash harfning o'tirg'iga yodak bir narsa chiqib qolsa, u vaqtda idg'om qilasiz. Faqat ikki harf bir yerga kelgan vaqtda, birinchisini sakin qilish ehtimoli bo'lgan vaqtda idg'om qilsak bo'ladi. Kendik misallarni o'qing deyotdi, o'qig'ini biz bayatdinki sifat mushabbahlar ismini tafzil shakllarini farqlantiramiz. Masalan, baqiya aqallu min sa'a, aqallu qalildan chiqqan shundami? Al-burtuqal laziz va tufah alazzu minhu. Birisi sifat mushabbah, birisi nima? Ismi tafzil. Ana sifat mushabbah va ismi tafzilning farqi sifat mushabbah normal ma'no chiqadi. Masalan, qalil desak az, aqallu degan gap azroq. Laziz desak taqliq, alaz degan cho't taqliqroq degandek ma'no chiqadi. Shuni bilsak, tuandagi misollarni o'qib tahlil qilsak bo'ladi. Ana tuandigidan o'yindim. Biz bayatni degan mana u degan gapning mulohizasi. Masalan, aynan kitob nada desa, ha huwa za deymiz, shundaymi? Nima degan gap o'sha desa, ha degan gap mana degan gap. Huwa u, za degan gap, haza degan gap. Ha huwa haza degan gap. Hazani qisqartirib qanaqa qilayotgan? Za qilayotgan. Ayna sa ayollik shakli ha hiya zi degan gap, ha hiya hazi degan gap. Qisqartirayotgan. Ayna Ibrohim aytsa ha ana degan gap, mana men degan gap. Mana men bu yerda degan. Aslisi ha ana haza, mana men bu degan gap, ha? Tushunsak. Qisqartirib uni deymiz, ha ana za deymiz. Endi mayadagi faoliyat bor ekan, deyotdi, o'qituvchi bir narsani izlash faoliyati o'rinlashtirdi. Buning cho'qim muzakkar narsa emas, ismi erlik tavachu, o'quvchilarning biri mana u deydigan bir faoliyat. Ikkinchisi ayollikqa tavanasini birini izlash faoliyati o'rinlashtirdi. O'quvchilarning biri ha hiya zi deydi. Undan keyin o'qituvchi yana izni izlash faoliyati boradi vaqtda ha ana zamani men desa bo'ladi. Uni o'zinglar qilsanglar bo'ladi, ha. 10-mashq tuandagi misolni o'ylab toping. Undan keyin yajibu ala deganni ishlatib, nima tuzing, jumla tuzing. Tuandagi tirnoqning o'rtadagi so'zlardan foydalanib. Masalan, men bayat yajibu to'g'ri hozirga kashf qilgan. Yajibuni ko'pincha vaqtda fil mudori andan birlashgan fil mudorini oldida keldi shundaymi? Qilish kerak deb tarjima qilingan-ku. Endi o'sha andan kelgan fil mudori qaysi shaxsga tava bo'lsa, as shaxsniki bir dona kishilik almashdan birini chiqib, alani qo'shib desak bo'ladi. Masalan, men bozorga borishim kerak desam, buni deyman. Yajibu alayya men degan alayya-ku an azhaba ila suq. Siz bozorga borishingiz kerak demoqchi bo'lsak, yajibu alayka an tazhaba ila suq. Alayka. Agar biz turish o'qishimiz kerak demoqchi bo'lsak, yajibu alayna najtahid fi ad-dirasa. Yajibu alayna an najtahid fi ad-dirasa. Mush asosda jumla tuzsak bo'ladi. Bizga bergan misol yajibu alayna an nafhama al-Qur'ana na'mala bihi. Biz Qur'onni tushunib amal qilishimiz kerak. Shundaqo. Dediki alayna degan nonni nadan topdik. An nafhamadanki birinchi shaxs ko'plik keldi, shundaqo. Shundan topdik. Endi aslidagini ishlab baqing deyotdi, ishlab baqayli. Yajibu debdi. Bizga bergan misol taktubul vajibat bintizam. Topshiriqlarni tartiblik qanaqa qilishimiz kerak, yozishimiz kerak. Endi mush gapni taktubu degan qancha shaxs, ikkinchi shaxs bo'lgandan keyin bu yerda nima chiqaramiz? Alayka. Unda yajibu alayka taktubuni oldiga nima kelmoqchi? An taktubal vajibat bintizam. Aslidagini ikkinchi shaxs ayollik birlikka shundami? Nima keladi? Alayki. Yajibu alayki an tahfazi
suratayni hadal usbu degan shaklda ishlasak bo'ladi. Qolganlarini bizlar shu bilan ishlab boqamiz. 11-mashq zahaba yazhabuning masdari zihab. Amma yerda degan-ku, sulos mujarradlarning masdari muqim o'lchimi yo'q shundami? Xalagan chiqadi. Shuning bir misoli zahaba yazhabun chiqqan zihab. Endi masdar deganlik bayat biz azaldan fe'l mudorani oldiga an kelsa nima ishlatgan? Masdar man chiqqan-ku, ashlarning o'rnida nima ishlatsak bo'ladi? Masdar ishlatsak bo'ladi. Masalan, uridu zihaba ila al-bayt deb masdar ishlatsak bo'ladi. Agar shuni o'rniga fe'l ishlatishda qanday ishlatamiz? Uridu an azhaba ila al-bayt. Shundami? Chunki fe'ldan an birlasi nimaga o'zgaraydi? Masdarga. Ashning o'rniga qiyos masdar akarsakmi? Bo'laveradi.